Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Dravuna. Короче, bugungi videoyimizda Dig Hole degan o'yinni o'ynaymiz, ya'ni qamoqxonada bo'lamiz. O'sha yerdan yerni qazib, qamoqxonaning yerini keyin o'sha yerdan ketib qolishimiz kerak bo'ladi. Hop, bir o'zim kiraman. Bir o'zim bo'lsa qiziqroq bo'ladi. Ular xohlagan ishini qilib boshlaydi. Mani resursimni olib ketadi. Chiqib xarob qiladi. Mana kirib ham oldik. Biz boshlaymiz. Endi sotib kelishimiz kerak. Xullas mana uni yoniga borib sotamiz. Unga pul emas, bumaga beradi, o'zi ham qog'oz beradi. Mayli, olaylik. Bu papka sotmaysizlarmi? Sotar ekan, u sal qimmat bo'ladi. Ovqat vaqti bo'ldi, ya'ni ovqat vaqti bo'lganda mana bu yerga kelishimiz kerak biza. Bizga kelib, ovqatimizni olib ketamiz. Yana qaytib ishlashimiz kerak. Keyin afternoon boshlanadi. Afternoon deganda kechqurun degani. Shundan keyin kechasi bo'ladi. Endi mana uxlayotgan politsiyachi, yo kitob o'qib o'tirganmi, gazeta o'qib o'tirgan politsiyachi yurishni boshlaydi. Tekshirib chiqadi hamma joylarni. Biz ham mana bu yerda yurgan bo'lsak, o'ldik degani. Yevoramiz, energiyani to'ldiramiz. Shunday qilib. Endi qanday chiqasiz tepaga deb tursanglar, surface degan bor hozir. O'shani bosib yuborsak, vaqt tugaydi hozir. Qaytishimiz kerak sirazi. Mana kechasi bo'ldi. Mana yuradim ham bu yerda. Menga farqi yo'q. Biz ishlayveramiz. Endi mana tepadagi Guard degan pastda surface bor. O'shani bossak tepada paydo bo'lib qolamiz. Mana shunday holatda tepaga chiqib qolsak bo'lar ekan. Sandiq cho'ta. Normal narsa bermaydi bu. Men TNT tushganini ko'rmadim men shundan. Hali ham yurtdim men bu. Yo, normal narsalar yo'qmi bu? Hech narsa yo'q-ku bu yerda. Sen ham endi chiqasanmi? Va kun bo'lgan mana. Morning kechasi bilan qazib chiqqanmiz, shunda. Endi papka olamiz. Papka kimda bor ekan? Bilab. Shunaqa payt ketadi hammasi ham.
Key deydimi? Ben bundan papkana varış gereğiydi. Aldık. Hozir cho'tin nito bo'lmadimi? Hozir mana bu yerda bir ikkita narsa tashlagandik-ku. Voy. Bir tiyin bo'ldi. Oldin narsamni sotib, keyin sotib olish kerak ekan bu xaltani. Bo'lmasa o'xshamas ekan. Hech nima yo'q mana. Yippi. Bu brat. Mash ketgandan keyin ortidan chiqsak, o'zi orqaga qaytadi bu. Ayim tortib ketadimi? Mametraga ketgandan keyin chiqish kerak-da. Cho'tman bitta yaxshi narsa ko'ryapman. Haliyam normal yer sathiga o'tmadingmi shunda? Player gun. Uchta bo'lar bo'lmas musorlarni topdik. Mana Alloh ham shunga ham bo'lmagi beradi. Musorga ham. Oxirida ovqat vobsi vip bo'lib ketadi bor-ku. Men har doim o'ynaganimda oxirida ovqat juda ko'p bo'lib ketadi. Hammadan ham ovqat olib o'rganimizdan keyin kartani topish kerak. O'sha karta sotadigan bir mana shu yerda chiqadi o'zi 200 ta bo'lmagan karta sotadi. O'sha kartani sotib olishimiz kerak. Keyin security degan joylardan, boshqa joylardan narsalarimizni olib, keyin bir qochadigan bo'lim chiqadi. O'sha joyga borib, keyin oti nima edi? Bir security yuradi o'sha yerda. Militsiya o'shandan batareyalarni topib, qochib ketishimiz kerak bo'ladi. O'shandagina biz yutamiz. Yoki-da mana shu yerda pastroqqa tushishimiz kerak. Pastgacha. Voy. Xarob bo'libmiz-ku. Xullas sekin chiqamiz. Voy. Voy. Bag'ib qo'yganini qaranglar mana shu yerda. Ayni shu yerda-da. Voy. Xo'sh akalar, videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishlarini iltimos qilib qolardim. Va biz mana o'lib ketdik. Yana o'ynashga harakat qilaman. Shunday rubrikalarni. Xo'p, unda ko'rishguncha xayr.